Orangizni uyg'oting. Hozir rostdan shu kaltak bilan kaltak yeysiz. Uni tarbiyalash kerak. Siz 22 yil tarbiya bera olmagan bolangizni qanaqa qilib men 2 oyda tarbiyalayman? Qilasiz. Men 22 yil tarbiya qilganim yetmagan bo'lsa, qolganini siz tarbiya qilasiz. O'rgatmay hamma narsani bo'yningizga olib, qilsin u ham, borsin. Issiqda yurmayman deng. Ketingizdan zontigizni ko'tarib yursin. Belim og'riyapti deng. Sumkangizni bering, og'irlik qilyapti deb. Oyijon, bilasiz-ku, keyin aytadilar, "Men senga podkabluchnikmanmi? O'zing ko'tarib yur" deydilar. Xotinini boshida ko'tarib yuradigan erkak podkabluchnik bo'lmaydi. Men o'zim unga tushuntirib qo'yaman. Jannat erkak bo'ladi. Chunki siz uni farzandlarini tarbiyachisiz. Ularni tarbiyalaysiz, o'stirasiz. O'shaning uchun siz o'zingiz to'g'ri yo'lga boshlang endi qizim.